Salom do'stlar. Yana bizlar ko'rishdik. Ko'rishdik-a. Endi do'stlar, bizlar hali ikkinchi kundamiz. Tun botmadi hali. Do'stlar, bizlar boru. Hozir bizlar shaxtaga tushamiz va u yerdan o'g'il hammasini olib, temirmi hammasini kovlaymiz va bizlar olmozni kiyim ishlashimiz kerak. Shuni ishlaymiz. Bo'lmasa boshladik. Endi bu yerdan tushamiz. Hoppa! Asta-sekinlik bilan tushishim kerak-da, bo'lmasa ana oldimizda o'sha bitta Google. Do'stlar, bu Google emas. Do'stlar, Google emas. Aytib qo'yay. Bu mod qo'shildi-yu bizlar. Mod qo'shdimi, bilasizlar? Shu vaqtda bundan nimalar ishlash mumkinligini ko'rib oldim. Nimalar ishlanadimi, nimalar ishlanmaydi. Do'stlar, moblar menga qaraganida yo'q, nima qildi? Moblar mendan xafa shekilli. Ana, bitta mob mendan xafa emas ekan. Oldimga urishish uchun kelyapti. Hozir bunga bizlar buni ishlatamiz. Arqa. Voy do'stlar, qoching. Qoch! Ke menga baribir. Ke menga baribir. Ke mana bu. Voy do'stlar. Qoch. Voy. Do'stlar kelyapti. Sen meni shunchalik lo'q deb o'ylading. Var yo'qol. Voy. O'ldirdim. Oxiri o'ldirdim buni. Bizlar men o'tiribman birat. Peshonashim sal quvib turadi. Bizlar kompotni yuvaru, bilasizlarmi? Shu yerda o'tiraman. Shu yerda o'tiribman. Mana bu yerda kompyuter o'zi qurib olgan edi boshqacha qilib qurib olgan edi. Kreativ. Voy do'stlar! Buni hammasi mobga aylanib ketdi-yu. Qishloqlari ham. Do'stlar, o'zim точно qachaman. Hamma menga voy endermenlar. Endi nima qilasiz? Nima qilaman, brat? Uyga kir. Uxla yot. Tinchingga yot bo'ldi. Voy, hammasi bu zombi bo'lib ketgan. Do'stlar, endi nima qilamiz bizlar? Men holda ekay endi. Bu kerak. Voy, ahmoq. Endi nima qilamiz? Tez do'stni olib tashlashimiz kerak, bo'lmasa bo'lmaydi do'stlar. Do'stni olib tashlashimiz kerak. Assalomu alaykum deyapti sizlarga, garochi bu personajim. Do'stlar, meni qo'lim og'riyapti. Ko'rdinglarmi? Bitta qo'lim singan mana. Ana endi mana. Do'stni
Ustini olib tashlaymizmi? Ketdi. Pagodaga bosamiz va yasnida bosamiz. Keyin bizlar do'stlar nima bo'lishini bilasizlar. Do'stlar, creeper. Do'stlar, men ko'rdim. Ana bu yoqda creeper. Do'stlar, ana bu yoqda creeper yuribdi. Endi nima qilamiz do'stlar? Kreativga o'tib o'zimga bir uy qurib olsam deyman, lekin bu ketmaydi do'stlar. Ketmaydi. Endi nima qilishim kerak men? Mana bu qo'y xerabrin bo'lyapti. Hali o'smayapti. Oppa. Ketdik. Hamma voy bola do'stlar, mana creeper ko'rib qol. Voy! Hammasi meni ko'rib qoldi. Voy, kreativga o'tib tez kreativga o'tib olsam kerak do'stlar. Do'stlar, jetellar garochi boru, jetellar o'lib qoldi. Bitta qishloqqa qoldi. Qishloqqa qoldi. Nima qilamiz endi? Bu shaxtnimi bu? Nima o'zi bu? Daryomi? Nima do'stlar? Yangicha narsa chiqqan. Qaranglar. Rozvi nima bu? Rozvi. Aka, qanday bo'ldi? Ko'k bo'ldi? Uzr, ukam o'zgincha gapirib qo'ydi. Hozir bizlar unga boryapmiz do'stlar. Voy, meduzani qarang chiroyligini. Do'stlar, yetolmadim. Garchi mana bu yoqlardan olib kelishim kerak. Men nimaga topor olishim kerak? Ukam nimaga topor ko'p deb so'rayapti shunga. Voy! Tushib ketdi-yu, endi nima qilaman? Men. Oxiri. Hop, malades. Ko'rdinglarmi? Meni parkurist desangiz ham bo'laveradi. Hazillar. Voy! Endi ana bu yoqqa mana olamanmi? Ko'raylik. Bitta, ikkita, uch. Hoppa! Ana bindim. Do'stlar, bizlar mana itga ana kelib ham oldim. Buni qo'yib turaylik-da. Sindir buni. Do'stlar, buni nimaligini qaranglar. Rozvi. Pishti rangdagi narsani qaranglar. Voy, nima qildim men buni? Oldimmi o'zi buni men? O qani endi bu? Yo'q do'stlar. Bu yo'q. Hop, bo'lmaydi buni. Qandaysiga olamiz endi? Tushadi shekilli bu. Ko'ray. Do'stlar, umuman hech narsa tushganda yo'q. Aytay. Ikkalasini ham suvdan olaman. Tubaga ketadi. Qaxtani? Qayerda? Bir yerda qoldi. Qolsin, menga baribir. Menga nima? Bularni bu yerga qoldirib ketaveramiz.
Sizlar bir inventarga qarasam baru qaranglar nima bo'libdi. Uchalasini ham olib bo'lgan ekanman men. Ketdi. Yerni qaziymiz. Voy, bu nima? Nimaga kir qoldimi? Daraxt emas. Yog'och emas. Oy, shaxtaga tushgim ham kelmayapti do'stlar. Yoqmayapti shaxtaga tushish. Boshini aylantirmagancha o'tini qilsay. Hoppa. Do'stlar. Tushamiz. Mana bu. Yana magmalar qayerdan kelib qoldi? Olmabdi do'stlar magmani. Menga baribir olishim kerak menga baribir magma olishim. Men magma yig'ib yurgim keladi. Magma ko'rdinglarmi mana? Magma nima uchun oldim magmani? Olyapman. Menga baribir o'lmaymanmi? Voy! Magman yoqib yubordi. Mana magmam. Voy! Ochini nima qilaman? Bu yerdagi magmani ham olaylik-da. Endi bu. Voy! Mana bu yoqqa keldi-yu. Buni qaranglar endi nima qilamiz? Do'stlar, bizlar hozir turishimiz kerak. To'g'rimi? Qurishimiz kerak, ha? Endi shuni qurishimiz kerakligi uchun bizlar hozir chelak qurishimiz kerak. Bu yerda chelak bormi? Do'stlar, 3 ta temir olishimiz kerak. Bunga bizlarga golem yo'q. Golem qani? Bu zombini qara nima qilyapti. Bitirishni qara. Nima endi bitirish? Ke adin gaplashasanmi ke? Ana ko'rdingmi? Adin gaplasha olmaysan men bilan. Turishing o'lib qolasan. Yorug'likda o'lasan sen. Sizlar ovqatimiz Minecraft desa qotyapti. Bu realistikka o'xshayapti. Bu fakirni ham olib uyga qoch deb o'g'irlab ketgandek bo'lamiz. Menga nimalar tayyorlab qo'yibdi bular. Hech nima tayyorlamay. Nima qilmasin? Bizlar bu yerdagi hamma fakirni olishimiz kerak. Bilaman fakir qurishni. Bilaman. Ham ko'rdim mana. Hozir ishlab o'tirish yoqmaydi menga. Men o'yin Minecraftda shunday qilib kreativni ko'p o'ynab yuborganman-da. Kreativ o'ynaydigan bola edim-da men. Va hozir выживание qilishga aytgan bo'ldim. Bugungi videomiz shunday bo'ldi deb o'ylayman do'stlar. Sizlar bilan bugun bo'lgan men Demo MC. Xayr va